Salom obunachilar, bugun bizda boy va kambag'al 3-qism olamiz. Qani bo'lmasa, let's go. Xo'sh, bugun bizda mehmon bor, Asadbek. Salomlash. Yo, hammaga do'stlar, sizlar tanimagan o'sha hech kim bilmagan Asadbek. O'lla, qani biz bo'lmasam boshladik. Xo'sh, boy aka qatta ekan. Boy aka. Kattasiz. Baki. Kattasiz. Baki. O, fermamiz ketibdi, fermani tozalab. Mana birinchi o'zim bugun tozalay. Bo'ptim. Tug'ilgan kuninga sovg'a qilganman, esimdan chiqmasin. Hop. Keyin menikiga ham qaraysan. Sizni vashu ko'p fermalaringiz bor-ku. Hammasiga qarab chiqdim. Sovg'am beradi. O, ana boy aka bizga pul berar ekan obunachilarda. Va biz hammasini tozalab tashlaymiz. Shu metga kartoshka. Hop. Telefonim qototdi. Mayli, ish haqqingni oldindan beraman. Tanla. Bir stak temirmi yoki 32 ta oltinmi? Bir stak temir. Ish haqqingni oldindan beraman. Ha. Menda ketmon bor edi-ku. Yana bir stak kukun. Ya'ni dori. Hani bering, shakar. Ma, sandig'ingga solib qo'yaman. Sandig'imga solib qo'ydik. Agar bizda bir stak tez qilasang, mana qam fermamga hozir boyga hozir bitta ish olaman bitta. Cho'pingiz bormi? Yo'q. Boyda cho'p nima qiladi? Hozir biz temirdan matiga yasaymiz. Agar meni fermamga tez qaramasang, mana shuni kallangga otaman. Bitta urdim. Ko'rdingmi boyga? Hozir men o'rmondan o'tin chopib keladi. Urmang boyga. Effekt berdimi? Ha, berdi. Jon oqizuvchimi? Katta oldi. Hozir o'laman. Nimaga bunaqa qilasiz? Hozir o'laman-ku. Asta. Tugadi. Bas, yana boshlayman. Yo'q. Kerak emas. Bo'ldi, endi bizda matiga bor. Vamos. Endi boygani hamma fermalarni tozalab chiqamiz. Birinchi fermalar. Juda ham yomon ko'raman. Mana bu ishni kim Anvi boygani topdim. Mana kiydi. Qo'yash keladi. Shu boyga bizga bilan berdi. Narsalarni sehrlar ekan, kitobim bor desa. Kitobim yo'q. Davay, tez. Ha. Mana men bo'ldi. Nargi fermadan ham qarasang, Hop. mashinadan kallangdaysan. Ya, boy aka, nima o'ldirasiz? Ne o'ldirdim? Sizlarni ol. Hozir. Bizning bir stak temirimiz bor edi. Siz ol. Hozir jimdirsiz olaman. Shuncha sanayimchi ki, o'zi hamma narsani lavaga tashlab. Ungacha sani? 1 2 To'xting. To'xtang. 50 gacha sani? 5 To'xtab turing. 8 Nimasi bu endi boy aka? Bilmadim, qo'lim tushdi. Qo'lingiz tushib ketmaysiz. Rahim shafqat uyga kirib turaman. Rahim shafqatingiz qursin sizni. Fermangizni tozalab o'tiring. Men fermalaringizni ham tozalayman, kattalarni. Albatta, senga bir stak temir beraman. Siz bir stak temir bermang ekan bolaga. Ne bo'lib qolyapsanmi? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Siz o'ldirasiz. Molxonaga kirib, hozir bitta molxonada hech narsa yo'q. Voy, tez kelmas. Narsalaringni yig'ishtiraymi? Molxonada hech narsa yo'q. Mana bu molxonani qarang. Bo'yicha hamma narsani qo'yilgan. Stop. Mana bu kuznetsa bo'lsa, bu yerda nimadir bo'lish kerak.
va ha bor ekan otga egar va narsalar. Yaxshi. Biz bo'lsa shlemni kiyib olamiz. Voy aka, iltimos jim turing. Fermayni tozalayotdim-ku. Stop, mana bu yerda ham narsa bo'lishi kerak. Yaxshi. Narsalar bizda. Voy aka, iltimos otmang. Biz qochib ketamiz. Qayerda yotibsan? Nima qilsan? Yo'q, qochib voy aka, qoching, yo'q. Nimaga? Nimaga urasan meni? Hozir do'stlar biz 3-4 ta bo'lib kovalamiz. Musullarni lavaga tashlayapti. Yo'q. Temuringdan tashlaydi, chunki uni o'zim berganman. Temur. Bitta eski narsalaringni ham tashlayapman men. Yo'q, boy aka, siz вообще noinsof bola ekansiz. Mayli, qo'limda ham chopib ko'raman, mana fermalaringizni. Fermangizni chopsam bo'ldimi? Voy, men uyimda bipas dam olaman. Xo'p. Mayli, sandig'imdan o'zing olarsan narsani. Musullarni. Ha, hozir. Mana shu bir dona fermazni qolay bo'ldi. Mana shu oxirgisi yo'q menimcha. Yo'q, yana bormi? Hali yana bor. Musullarni solib qo'ydim sandig'imga. Hop, ortgan narsalarni sandig'ingizga sovraymi? Ortgan kartoshkalar bo'lishi mumkin-ku, misol uchun. O'zingni tug'ilgan kuningga sovg'a qilgan fermamga solaman. Yaxshisi. Meni undan narsa o'g'irlashim mumkin. Yo'q. Buzilib qoldi. Men siz uyingizdan hech qachon narsa o'g'irlamayman, boy aka. Chunki ishonch yo'q. Ishonch bor, boy aka. Ya. Mana katta fermalarga qarab qo'y. Xo'p, boy aka, siz jiming bo'ldi. Voy aka, o'tirmang. Asab qildingiz o'tir, boy aka, asab. Ha, bu ana kartoshka yeyishga o'tdi. Lekin men bermayman. Mana uyimdan keyin men bu sotib olgan uylarimga kirmagin. Xo'p. Men uni sotib olmayman. Nega hamma o'zingiz yashamaysiz-ku, nima sotib olaverasiz? Bitta uyda yashasangiz, sizga bitta uy ham yetadi, boy aka. O'zimda uyim bor, to'g'ri. Ammo bunisi chekki. Hammasi chekki. Demak, bular sizning kvartirangiz, to'g'rimi? Lekin hammasini o'zim qurib berganman. To'g'ri. Voy. Nima bo'libman? Hop. Bu yerga ham. Ha, shu yerga ham. Boy aka, qarabchi. O'z ikkalasiz ishchi olasizmi? Qolganlarini o'zingiz eka olasiz. Men pulimni oldim. Siz mening pulimni bermadingiz. O'zingiz eka oling, men yetmayman. Bir stek narsalarni bering men. Mana Temirni qo'ygan narsalar. Shuncha yuz bor, boy aka. Xasis. Toshang. Bo'ling tez endi. Ya. Mayli, sana bitta urdim, mana bitta chimildiq qilib qo'yaman. Mana. Ay. Qolgan narsalaringni rahmat. Balandga sakrash effekti nechadir sekund keyin berildi. 5 sekund qoldi, bo'ldi tugat. Boshqa o'qdan otilibdi. Yo, boy aka, iltimos otmang, bo'ldi. Boy aka, siz boysiz. Sizdan so'ra. Boy aka, otmang. Ana shunday.
Hozir. Siz o'zingizdan ketib qolibsiz. Bu meniki boyagi. Bo'ldi, qarorchi yetmay qoldi. Yarmi sabzi, yarmi bug'usi. Uni yo'q qoladi, to'g'rimi boyagi? Shuning uchun nima yozilib turibdi? Boyning uyiga kirganini italaman. Bo'ldi boyagi bo'ldi. Rozmasman shuncha narsang. Olganim yo'q, musorlaringni nima qilaman? Rozmasman. Olganim yo'q, musoringni nima qilaman? Boyagi ururmang, iltimos. Sakrab o'tdim. Boshqa joyda spam bo'lish jonga deydi. Undan ko'ra uyga spam point bosish esimdan chiqibdi. Maytni sandig'ingga narsalaringni solib qo'yatdim. To'g'ri, musorlaringni o'zingni fermangga. Musurmas. Uchta go'sht, bitta matiga, bitta shlim. Let's go. Olma. Temirimni bering. Temiring berilmabdi. Temiringni o'zingga tashladim-ku. Temirim yo'q hozir bu yerda. Menga nima qatdan topaman. Beringni otdimi? Mayli, bo'ldi. Boyagi uzr. Hozir boyagi narsalarni sandig'ingizga solib qo'yatdimmi? Qani, o'zim ham kiray. Bitta narsa yo'qolgan bu. Mana boyagi bitta olma chiqdi, bitta kirka chiqdi, keyin bitta go'sht, bitta tatem ham tushib qolibdi menga. O'tdi boyagi, rozi bo'ling. Bekorga shuncha go'shtni bor qildi. Uchastkasiga borish kerak boyi, obunachilar. Narigi uchastkalarimni ko'rib kelayman. Tez bo'linglar. Mana shu katta uchastkasi zo'rda. Voy palaga, suvga tushib ketdim. Endi kiyimimni alishtirib kelishim kerak. Yes. Wow. Bro. Ozgincha dansi, hech kim bilmaydi. Let's go. Men kelyapman. I see you. Sen qayerdasan? Yo'q. Biz tezroq chiqib ketishimiz kerak obunachilar. Tezroq. Tepasiga chiqib kerak. Omborxonamga. Yo'q. Meni bu cho'tamaytda. Sen Uzr. Yo'q. Boyaka, berganmisiz aka? Yaxshi, biz o'sha chuqurni topishimiz kerak va narsalarimizni olishimiz kerak. Boyaka, nima qilyapsiz? Urmang. Boyaka, urmang. urotganmi? Boyaka urmang, hokmi bo'ldi. Otavermang ekan mana. Asabim buzardi. Hozir o'ldirib qo'yaman. Agar meni ham shunaqa qaro. Bo'ldi, aka siz zo'rsiz, aka sizdan zo'r. O'z qo'yaverasiz. Hozir. Men bu yerda narsalarim qolib ketdi-da. Wow. Shuncha narsa o'rtalabsa bo'lmas. Yes. Xo'sh, men ishlayman ki olay boyaka. Men bitta narsa. Jonimiz qayerda edi? Yo'q, hozir yana o'laman. Bo'ldim. Boyaka, yopib qo'ydingizmi? Ha, ochdim. Ochdingizmi? Voy. Boyaka, Zombi bor ekan. Meni himoya qilasan. Men senga kirka beraman. Kirka? Almas beraman. Hozir boyaka men blokini mas. Hozir boyaka men bu yuzga kirib chiqayda, narsalarim qolib ketdi. Nima bu?
agar bitta narsa qolgan bo'lsa, hozir qilichimni ta'midan yeb ko'rasan. Yo'q, boy aka, men narsalarni qo'yib chiqdim. Men aytdim, yozuvni o'qib, yozuvni. Mana boyning uyi kirganini aytaman. Mana boy aka, mana men bu urug'laringizni tashib chiqdim bo'lmasam oling o'zingizga mana. Har bitta anaqa inventaringni ko'rsat. Bitta. Mana 1 2 3 4 5 6 7 mana 8-inchisi urug'. Ichidagilaringchi? Kissangni ko'r, kissangni. Mana hech narsa yo'q boy aka mana. Ko'rdingizmi? Agar bor bo'lganda o'shanaqa qilaman. Xo'p, mana Oling. oling. Uyimga kirib chiqay. Hop. Boy aka, men bu yuzga urug'larni tashib chiqotdim. Uyimga kirma. Ayyo. Yo'q, urug'larni bo'lmasam o'ziga bering. Oling boy aka. Faqat urmang. Ur. Lapat kerak. Ana bildi. Lapatkiz nima? Bu qilichdan battar jonivorlar ekan-ku. Mana oling urug'ingiz. Mana. Shuncha filmimizga qaradim, bir tiyin ham pul bermadi desa boy aka. Ya, men temiring, menda. Bering. Ko'rdingizmi? Sizda-ku oqibatsiz boy akalarni hech kimga keragi yo'q. Molam o'ldirib kelasan, go'sht olib kelasan menga, go'sht. Bu tapor bering, hech bo'lmasa qilichmi, tapormi bering. O'ldiraman o'sha molingizni. Menda o'zimda yo'qdi bo'lganda. Yes. Ya? Yo'q, boy aka, men hech narsa olmadim, o'ldirmang. Urmang boy aka, iltimos. Qo'lda urdim. Agar qilichda urganimda yo'q bo'lib ketardi mana shu. To'ppa-to'g'ri ikkita udardi. Hozir. Men ish haqqilar bilan bir stagan emas. Hozir. Mol olib kelasan, hamma go'sht mahsulotlarini olib kelasan xullas menga. Bir stagan emas. Shom bir. Ya, meni kirkanmi? Ya, kirka emas, boy aka, kirka emas. Mana temir deyman. Ironing go't ekan mana boy aka, bir. Na. Bering. Vamos, bizda endi almas. Boy aka, kirkingiz menda tushib qopti-da, mana oling, yarimta jon qoldirmang, iltimos boy aka, mana oling, kirkingizni beraman. Menga tushib qopti o'zidan-o'zi mana. Kirkingizni berdim endi. Mol olib kelmang. Menga ovqat bermishmi? Mayli, o'zim ko'raveraman. Hozirgi odamlar shunaqa bo'lib ketdi. Hozir uyimga kirib chiqaydaman. Men sizni molingizni beraman. Stop. O'zingizda mol bor-ku, boy aka. Ularni o'ldirish kerak yo'q. Nega? Boqmayman. Ular chiroyiga turibdi. Chiroyiga? Och tursa, och turaversin, lekin shunaqa. Bu yerda tabor bering, menda hech narsa yo'q. Almas berganim yetmaydimi? Bo'ldi, kerak emas. Yoki boshqa narsa qilich ta'midan yegan. Men bitta bersak bor edi. Hozir o'shani olamiz. Hop. Mana nihoyat. Xo'sh, endi hop. Xo'sh, bitta tapor. Xo'sh, bitta qilich, bitta kirka almazdan men boyaga full branya qilib bo'ldim. Branya qilma. Nega? Branya qilma. Xo'p, mana oldim. Menga tashi. Mana oling. O'zingdan narsalar ol bo'ldi, branya qilma lekin. Xo'p. Yaramas. Tashi qo'ygan anaqalarni ham tashiysan, almazlarni. Branya qilishing mumkin emas. Lekin anaqa qilishing mumkin. Kirka, tapor. Temirdan branya yasoqlik bo'lmasa? Temirdan mumkin. Bu mumkin emas. Tonga tegdi bunaqa yashash. Boy aka. Istasa zo'r deyman, hayot zo'r. Havo yaxshi deyman. Mana sahar qaynab tushdi, lekin joni o'qmadi, ko'rdingmi? O'lgan. Daraxt kerak emasmi? Mabodo. Mayli, kerak. Nechta? Ham qora daraxtdan farqi yo'q. Nechta? Avval sen birinchi aytgan ishimni qil, keyin kerak bo'lsa, keyin qilib olasan. Avval birinchi ovqat olib kel. Sigir
Yo'q, bo'lsa Mana ochiq joyga kelsam, mana oldimga degan joylarda. Stop. Hozir voy akam sherigimnikiga o'rtog'imga borib kelyapmi? O'rtog'imni tug'ilgan kuni itda bugun. Hopmi? To'xtab tur. Senga effekt beraman. Kerak emas. Yo'q, effekt yaxshi. Kerak emas. Anaqa yo'q. Yaxshi anaqa yo'q. Kerak emas. Men sizni bilaman-ku. Kimligingizni boy aka. Yaxshi effekt lekin. Onetda bolalar piramida bor. Hozir o'sha yerda lut qilib kelamiz. Asta. Bu ovqat tugadi. Va nihoyat men piramidaga. Men cho'lga yetib keldim. Men bu yerdan kirsam bo'ladi. Bo'lmasa kerak. Yes. Endi oltin olma. Boy uyini portlatamiz obunachilar. Va shu bilan video ham tugaydi, lekin 4-qism chiqadi. Hozir biz shunchaki boy uyini portlatamiz. Короче, hop. Men bu qumni ham kerak bo'ladi bizga. Hop, yaxshi. Temir. Bitta nimaygina. Davay bizni hozir endi dinamit yasamizda boy uyini kunini ko'ramiz. Davay bo'lmasa. Nechta dinamit bo'lar ekan? 4 tami. Lekin menda bor pul. Lekin men bittadan olaman. Давай, let's go. Давай, olish kerak. Biz axir boyning menga nima ham kerak, yondirgalga ham kerak. Endi menga yondirgalga kerakmi? Stop, men hozir pakar yasab olib lavani ustiga qo'ysam bo'ladi-ku. Demak, boyning uyini ham portlatishim mumkin. Mana bo'ldim, men yondirgalkani topdim qayerdandir. Rachaydan oldim to'g'rirog'i. Hozir men uyimga borib boy uyini portlataman. Qana go. Boy meni kutib tur. Men sen oldingga boraman. Davay. Mana men chiqib oldim, endi qishloqqa topishim kerak. Katta edi chiqish. Qayerdan kirdim men? Yo'q, qayerdan kirgan bo'lsam qishlog'im o'sha tarafda. Mana shu yerdan kirgan bo'lsam qishloq demayman, shu tarafda. Mana qishloq. Qishloq meni kuttir, men seni hozir boy. Dinamitlarni tayyor qilib olamiz. Qani bo'lmasam sensa. Voy aka, o'rtog'imni uyiga borib keldim. Yaxshi ekan. Sog'lari yaxshimikan? Ha, zo'r cho'tkanmas. Sovg'a berib yuboraman dedim o'rtog'ingga, mayli. Voy, yomg'ir ham yog'ib yubordi. Endi dinamit portlarmikan uyim? O'zimga borishim kerakmi? Stop. Yangi uyimni ko'rsataman. Yo'q.
Ya, nima deding? Ay, Pulni sen- ikki bossammi? Stop, to'xtab turing. Men uyimga borib kelib, uyimni nima qildingiz? Tarvuzlarim Uyni sotiladi uy. nimaga sotiladi uyim? Uy joyini men sotib oldim. Uni o'rniga Bering pulni bo'lmasa. nimadir qilib olaman. Menga pulni bering bo'lmasa, boyaki. Men bu yerga pulini berdim. Nima, senga suyun chiqib beraveray. Qani siz? O'zimni shaxsiy uyimda. Nima, 37 ta nima deb o'ylaysan? Olmasmi? 37 ta. Mayli, non-pon sotib olasan. Mana. Izmirga hech narsa kelmaydi-ku. Mana jitadan sotib olasan. Ya. Ahmoq o'rtog'imdan. Bu yer nima? Men yangi uy oldim, vaqtligimda ko'rsataman. Hozir ko'rstingchi? Qani? Qattasiz ey? Mana, Bu tamsiz. Qani? mana. Qani? Mana shu uy. Bu muncha kichkina bu. Ta'mirlash kerak bu yerda. Ta'mirlab beraymi? Kattaroq ba. Bo'ldi, qoching bo'ldi, o'zim bo'ldi. Mana. Taxta bor, mana. Mana daraxt qo'y, daraxt. Ha, mana daraxt bor, bo'ldi, bor. Boyaka baxkingda. Hozir to'xtab turing, kelmay turing, boyaka to'xtang. Ya, kelmay turing siz. Hozir kelmay turing-da. Hozir siz kim turing. Start detail. Ya, mana ta'mirlayotdim boyaka, qarang uyingizni. Bo'ldi, mana shu yerda yashaysiz bo'ladi. Keling, yashayvering. Qayerda yashayman? Aringga qo'yaman. Hozir faqat borib ko'raman. Bo'ldi. Kirib ko'ravering, men hozir yana bitta ishim chiqib qoldi boyaka. Obunachilar, biz hozir oltin olmani olamiz. Oltin olmagan. Hozir uyimga borib kelay. Bemalol. Bo'ldi. Demak, mana shu yerda Hozir qarshi tadaymi? Olam emas, kerak emas. boyaka, Hech bola yo'q, o'shinga. shuda. Hey, keling, tez. Dinamit qilganim yo'qman. Bunaqa tuhmat qilib tashamang. Dinamit qo'yganim bilan baribir men o'ylaman, lekin ya chetajonda nima yasash chiqibdi. Ya, ishlarsa, ana boy oltin olma berdi. Bo'ldi, boring. Ana do'stimnikidan oltin olmoq keldim-da, tez boring, kiring uyingizga. Ha, hozir. To'xta, men salonga boy. Ha, bering. Men loy olib yurishni yomon ko'raman. To'ppa-to'g'ri. Boylar qachon bo'ladi? Faqat loy olib boyni o'zini. Hisoblachilar boy o'ldi. Nima qilding? Boy o'ldi. Xullas obunachilar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Xullas men endi qochib ketishim kerak, bo'lmasam boy hozir meni o'ldiradi. Hammaga xayr. Keyingi qismlarda ko'rishguncha